Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Salfarat efendi bo'lamdi. Ha, shu. Men bu nimada Amerikadan telefon qilyapman, Washingtondan. Ha. Erkin Asiya radiosining muxbiri. Anlasak, siz mishadi bir restoranninki xo'jayin ekansiz. Shundaqmi? Yo'q, u Bingvanda. Ya Bingvanniki. Mushu sizningki bu restoranda ishlagan bir bola mush 5-yil vaqasidan keyin g'oyib bo'lib ketibdi. Anlasak siz Pokistonlik ekansiz va bu oshxonaning xo'jayini ekansiz, bu bolani ishlatib ekansiz. Shunga sizdan bir uqib baqayli degan to'q. Mushu bolaninki bir ahvoli haqida nimalarni bilsiz siz? Hozir bormi, yo'qmi? Qayerda? U bola hozircha yo'q. Hozircha yo'q, hech qanday xabarisi yo'q. Shunda boshqa ahvolni hech qanday bilmaymiz. Mushu oshxonaning xo'jayini bo'lish sifatingiz bilan bir izlab soqchi organlarga berib boqmadingizmi? Men bordim, mesela bordim. Nima deydi ular? Müşahede açıklığa vaktim ben bağımazma. Tipforniki onunki müşahede aşkanın açıklıkta o. 5-6 bala açıklıkta o. Ağanımız çıkıp buldu. Aşı çıkmakta şunu öyle. Annesi durmağız deyip. Zapaklı bağlıdır. Şunu öyle yok. Okunap getirmeye yatma şunu öyle habersi yok. Siz hükümetke baş tapşırırsınız o devamlı. Baş tapşırgan bolganken siz saqchiga berip, mening xizmatchim, mening qo'l ostimdagi odam yo'qolib ketdi degan chaqda sizga bir narsa deyish kerak ku bular. Hech qanday javob bam deymiz. Mayli biz bor adam yo'q. Yo'q dedi. Shuni yo'q bo'lganligi biz men bilmayman, men deyman. Hech nima qilolmadingmi? Bularning tutilgan vaqti 7-oyning 9-i deymi? 9mi 14mi? 9. Yo'qolib ketgan bola shu 5-iyul kuni shu sizning oshxonangizda ishlaganmi yoki shu sanshxonas tarafda shu namoyish maydonida bormidi? Ya biz aşkan işte o bala işine gitmeye. Kulüp saldırmamız maçı günü vakya konuşuyor. Sırda adamlar var, mehmanlar var, kulüp sılıp vakya boğalıkçı kulüp saldım ben. Hamda bu sizning oshxonadagi shu yerdagi 4 oshxonadan shu kuni 70 dan oshiq odamni tutib ketibdi. Saqchilar. Sizningki xizmatchingiz bilan birga. Shundaqmi? To'g'ri. Masalan, Roshangul Palatmi shu kun tutilib ketibdi-ku shu voqea yuz bergan kuni. Shu gap yani. O Roshanguldan so'rab baxmadingizmi chiqqandan keyin sening bilan birga tutilib ketgan odamlar nada, nay ketdi? Mening bu qo'l ostimda ishlayotgan Marabaning yo'lisining ismi nima sizning? Turg'unjon. Turg'unjon Vulqasim. Turg'unjon nada? Turg'unjonni ko'rdingmi deb siz Roshangul Palatdan so'rab baxmadingizmi? Ayollar turma ketdi. Mujhe degan adlar turma ketdi. Ishga to'xtamaydi. Ikkisi bilan biriga bormagan. Tabiiman bir 2 kundak başladı. Nima lidavan kastada 2 kundak baş 2 kundan keyin lari kutib uniki tapam bizi. Ya'ni sizning bildiğiniz Turg'unjon Obulqasim Lidavan turmusida 2 kun turganligini bilsiz. Undan keyingisini bilmaysiz, shundaqmi? Hozir bu hamda Turg'unjonning ayol bolasi qanday kun kechiryapti? Xizmati yo'q. Arada men 7 kun o'rniga berman, men beryapman, hozircha pulni balla bog'dagan pulni men beryapman. Bu berishingiz sizniki shu Turg'unjon bilan bo'lgan sizning ish to'xtamingizda tuzilgan to'xtam bo'yicha majburiyatingizni ado qilib beryapsizmi yoki insoniy nuqtadan yoki musulmonlik nuqtasidan? Qana to'xtam bizarlik desam to'xtam yo'q. Insoniy hamdardi biz inson emas, inson bo'lgan hamda o'xshash inson. Men bilmam begunoh bo'lganligicha. Begunoh bo'lganligi uchun. Gunohgar bo'lgan bo'lsa men mumkin emas zamaytim qara. Shuni desak bo'lamdi. Bu Salfarat Turg'unjon Obulqasimning gunohsiz ekanligi %100 ishindo desak bo'lamdi. Bu nimasi bilmasyo, qani so'lab qo'ygan tursam u kunni öyle o. Ya'ni siz 5-iyul kuni Misharik Uyg'ur xizmatchilar ash voqealarga aralashib qolmasin deb so'rab qo'yganmidingiz? Shuni başımızda degan sir chiqmala. Hamma degan yanlışmaylar chiqdim o'yga bag'otmay. Diniyatlar yetishtirib mishayetirna debchi. Boy degandek siz degandek bu ayolninki iqtisodiy ahvol yaxshi emas ekan. Hatto ayol bolasi hozir sizningki bergan yordamingiz bilan turibdi. Ularning bu yo'lishini marhabaning yo'lishini surishti qilolmaydiganligi aniq. Bunda ahvolda siz buningdiki yana davomliq buni bir surishti qilib aniqlab baqish planingiz, o'yingiz bormi yoki voz kechdingizmi? Butunlay umidni uzdingizmi? Endi buningki bormamsiz hukumatning qishiga. Hukumat kişiga manbasan bo'lmaydi nima qiladi? Asarda bilmaydi shu oladigan yana gumon qilib nimalar qilish bor, u debdi nimalar qilish. Yaxshilik qilmada bikam aslilik bo'lib ketsin deb o'ylayman. Endi siz bir Pokistonlik, bu yerda ishlayotgan bir chet ellik tijoratchi bo'lish sifatingiz bilan mushu voqealarni ko'rgan chaqda sizda qanday bir tuyg'u paydo bo'ldi? Mushu yoqda o'zingizning bir ko'z qarashini ifodalashni to'g'ri ko'ramsiz. Ya'ni 70 odamning tutib ketilishi, bir odamning yo'qolib ketishi, sizning berib so'rasangiz bir javob bermasligi sizda qanday ta'sir paydo qildi? Sizcha bu normal bir ahvolda tuyuldimi? Hayron qilgan boqmagan ishlikka tunji qatim biz 20 yildan shunday bo'lib ketdi. Ya'ni shuni hayron bo'lgandim, hayron qilgan ishkan dedim. Siz Pokiston tug'ilib o'sdingiz, qanday qilamiz bir demokratik bir davlat Pokiston. Pokistonda bo'lgan bo'lsa-mu, mushundaq bir odamning 3 yilgacha izdirik yo'qolib ketish ahvolini siz Pokistonda yashab ko'rdingizmi, oldingizmi?
Pakistan'da onda bakma. Hozir yolg'iz bu nimaning marhabaning yo'lishi emas. Mushundaqdan hozir 50 ga odam borda biz biladigan. Bir tijoratchi bo'lish sifatingiz bilan Jungo hukumatining manfaatini o'ylab turib beradigan bir taklif fikringiz yo'qmi? Jungo tarkib shunda tarkib bu odamni chiqon yo'qib ketdi. Hayatma shuni bir javob uydagilar bir javob berish kerak. Endi javob berish kerak. Salfarat nihoyatda yaxshi tushuntirish berdingiz. Amsa rahmat. Ismim Shuhrat. Shuhrat G'ushur. Zo'r tepilsa telefon qilamiz. Sizga iftix tilaymiz. Rahmat sizga.